Bo'ldi, qaysidan bilan yashayman. Qisqasini aytganda ajrashaman. Ajrashsangiz ajrashavering, men o'zimni eplay olaman. Ko'ramiz ahvolingni. Yana bir oydan keyin aliment so'rab kelasiz. Alimentni to'lasangiz, bola uchun to'laysiz, men uchun emas. Bo'ldi, ko'zimga ko'rmagan. Sen bilan sudda gaplashamiz. Bo'pti. Voy, qalaysiz, yaxshimisiz? Ko'ryapsizmi? Voy, nima bo'ldi? Tinchlik, uyga ketayotgandim. Yuring, o'tirib gaplashib olaylik. Nima bo'ldi? Gapiring. Kayfiyatingiz yo'q, tinchlikmi? Oilada muammolar bo'ldi. Erim bilan ajrashmoqchi. Ajrim bilan ish bitmaydi-ku. O'ylab ish qiling, oila muhabbat. Bir-birimizni tushunmayapmiz. Xullas shu qarorga keldik. Qaysi oilada urush bo'lmaydi? O'ylab ishingizni qiling. Sizga eringizga xotin topiladi, lekin o'ylayotgancha ota topiladimi? To'g'rilikka to'g'ri-yu, lekin shunga majbur qilyapti. Men chidab yashashga majbur emasman. Qaysi oilada urush bo'lmaydi? Bizlarni ham oilamizda urush bo'ladi. Adasi, nonga pul tashlab keting. Nima saldan-salligini pul bilan ko'targanmanmi? Yo'q pul. Men o'zim uchun so'ramayapman-ku. Bolalaringiz uchun so'rayapman. Men ishxonadaligimda ha deb telefon qilolmagan. Kech payt o'zim olib kelaman. Men ishga shoshilyapman. Esgancha non do'rmagan kamroyalaring. Men o'zim uchun so'ramayapman-ku. Bolalaringiz uchun so'rayapman. O'zini o'ylab gapirmayapti-ku. Bekor jahl qildim. Onasi, meni kechir. Ozgina jahlim chiqib ketib qoldi. Qaysi oilada urush bo'lmaydi? Bizlarni ham oilamizda urush bo'ladi. Sabr qilib, shukur qilib yashash kerak. Mayli. Qarorim qat'iy. Ajrashaman baribir.